Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun biz Rivieraga tayyor obyektimizga yetib kelganmiz. Ketdi xossalar bilan mijozimizning fikrlarini bilamiz. Assalomu alaykum. Bitta savollarim bor edi. Xolisona fikringizni bilmoqchiman agar yo'lmasangiz. Bo'ldi, okey, beraman. Water System jamoasidan filtr xarid qildingiz. Qay darajada ishonchingiz oqladi va mahsulotimizga 1 dan 10 gacha qanday baho bergan bo'lardingiz? Okey, biz oldin mashinani artizan suvda yuvardik. Mashinada qora mashinada razvod qolardi, sifati sekin edi, klientdan jalb eshitdik, klient yo'qotishni boshlayotdik. Sizlardan filtr xarid qildik. Ish sifati tezlashdi. Qora mashinalarni bemalol yuvamiz. Uje klientlardan maqtov eshitishni boshladi, klientlar ko'payishni boshladi. Даже o'zingiz ham bilasiz, okey, o'zingiz ham kelib shu yerda yurasiz sifat yaxshi bo'lganda, okey. Keyin bizning o'z planimiz bo'lardi, okey. Faqat chayishga yuvish planimiz bo'lardi. Uni biz hozir hamma sistemani o'smas qilganmiz, sifati zo'rligidan, okey. Balga kelgan bo'lsa 9 ball beraman, okey. 10 bersam bo'lardi o'zi. To'xtab qolmasligi uchun 9 ball beraman, okey. Mahsulotimizni o'rnatib berish jarayonida qandaydir muammolarga duch keldingizmi? Water System jamoasidan hech qanaqa muammoga duch kelmadi. O'zligi yetkazib berishdi, o'zligi o'rnatib berishdi. Sistemalarning hammasiga o'zligi ulab berishdi. Sifatli, tez. Yarim kunga ham bormadi o'rnatib berishganligi. Ko'nglimizga qilib berishdi. Water System jamoasidan filtr sotib olishni tavsiya qilasizmi va narx sifatiga mos keladimi? Masalan, yangi ish boshlamoqchi bo'lganligi, mo'yka ochmoqchi bo'lganligi yoki toza suv bilan ishlamoqchi bo'lganligi shu narsani qo'yishi shart. Sifati ham narxiga juda ham zo'r. Shuning uchun Water System jamoasini tavsiya qilaman.